Payg'ambarlar tarixi. Kirish so'z. Biz ojiz bandalarni iymonning lazzati va huzur halovati bilan rizqlantirgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. İnsoniyatning qorong'ulikdan yorug'likqa chiqishiga sababchi bo'lgan koinotning tarbiyasiga durud va salom bo'lsin. Qur'on qissalarining ahamiyati. Alloh taolo Qur'on Karimda burunqi payg'ambarlar va ularning ummatlaridan bizga naql qilgan hikmat, ibrat, tabliğ haqiqatlarni inson idroki uchun tushunilishi oson va qissa shaklida taqdim qiladi. Bu alohidilik Qur'on Karimda mundaq ifodalandi. Bu Qur'onni sana vahiy qilish orqali eng chiroyli qissasini sana bayon qilib beramiz. Buningdan burun bu qissadan haqiqatan bexabar eding. Ey Muhammad, ana shu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Sana uni vahiy qildik. Sen va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaydinglar. Sabr qilgin. Shubhisizki yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Bu qissalar haqiqatni mu'minlar uchun vaz, nasihat, ibratlarni o'z ichiga olgan. Qur'on qissalarining g'oyasi. Qur'on qissalari ba'zi diniy g'oyalarni amaliyalashtirish hikmatiga ega bo'lib, bu g'oyalar keng doirani o'z ichiga oladi. Chunki Qur'on qissalarining maqsadi butun Qur'on g'oyasini o'z ichiga olgan. Bu doirada vahiy va payg'ambarlarning isboti, Allohning birligining isboti, dinlarning asosining bir ekanligi, ogohlantirish, xush xabar, ilohiy qudratning maydonga chiqqan yerlari, yaxshilik, yomonlik, sabrsizlik, shukr, nonko'rlik va buningdan boshqa nurg'un axloqiy g'oyalarni o'z ichiga elish bilan birlikda bularning ifoda vositasi bo'ladi. Qur'on qissalarining muhim g'oyasini mundaq xulosalashga bo'ladi. Birinchi, vahiy va risolatning isboti. Payg'ambar alayhissalom ummiy edi. O'qish, yezishni bilmaydi. U Yahudi va Xristian diniy zotlari bilan ko'rashmagan. Shundoq bo'lsa-mu, uningga Qur'onda Xristian va Yahudilarni hayron qoldiradigan qissalar nozil bo'lgan. Ibrohim, Yusuf, Musa, İsa alayhissalom qissalarida aytilganidek ba'zi temalar nihoyat cho'nqur va inchiklik bilan bayon qilingan. Ularning Qur'ondagi bayoni uning ilohiy vahiy ekanligini ko'rsatadi. Qur'on ba'zi qissalarning beshi yoki oxirida bu maqsadni ochiq bayon qilib, mundaq deydi: Ey Muhammad, biz G'arbiy tog'ning bir tarafida Musaga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilanmi ko'rmagan eding. Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning umri uzun bo'ldi. Sen madiyat aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib turg'uchi bo'lganing yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Biz Tur teg'ining bir tarafida Musaga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Lekin bu sendan ilgirki hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun, ularning vaz nasihat elishi uchun Parvardigoring tarafidan nozil qilingan rahmatdir. Odam alayhissalomdan tortib payg'ambar alayhissalomga qadar dinning Allohdan kelganligi, butkul mu'minlarning bir ummat ekanligi, Allohning hammasining Rabbi ekanligini ochiq o'tirib qo'yish, Allohning payg'ambarlariga tanlangan bandalarga ihson va ne'matlarni bayon qilish. Ikkinchi, inson o'g'lini azaliy dushmani bo'lgan shaytondan ogohlantirish. Alloh taolo mundaq deydi: Ey insonlar, yer yuzidagi halol pokiz narsalardan yanglar. Shaytonning yo'llariga agashmanglar. Chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. Shayton sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Alloh nomidan yolg'ondan Allah sizlarga halol qilgan narsalarni harom deb va harom qilgan narsalarni halol deb
sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyuruydi. 3. Payg'ambar alayhissalom va butkul mu'minlarga tasalli berib, ko'ngilni xotirjam qilish. Oxirida Allohning payg'ambarlarga yordam qilib, yolg'onchilarni halok qilganligini bayon qilish. Buning bilan payg'ambar alayhissalomni texmo kuchlantirish va uning iymonga da'vat qilgan kishilarning ruhiga ta'sir qilish g'oyasi bor. 4. İnsanning tadrijiy yetishishini qo'lga keltirish. Qissalarning ko'plagan g'oyalari bor. Bularning orasida Allohning cheksiz va tangdossiz mo'jizalarini yaratishga qodir ekanligini bayon qilishmi muhim g'oyalardan biri. Masalan, Hazreti Odamning yo'qdan yaratilishi va Isa alayhissalomning otisiz dunyoga keltirilishiga o'xshash. Alloh taolo Qur'on qissalari orqali inson o'g'liga maxfiy va oshkora ta'lim berdi. Lekin har payg'ambarda o'xshamagan bir aloyidlikni o'ttirg'i chiqarib, uni inson aqli va idrokiga o'rinlashtirdi. Bu shundaqki, payg'ambar ichida Nuh alayhissalomning hayotiga qaraydigan bo'lsak, avval iymon da'vati, qiyinchilikqa bardoshlik berish, sabr va natijada iymonsizlarga qarata haddidan ortiq nafrat ko'zga chilig'idi. İbrahim alayhissalomning hayoti shirkka qarshi kurash qilish va butparastlikni yo'qotish yo'lida o'tgan. Bo'libmi Namrudning o'tini gul bog'chisiga aylantirgan Allohga tavakkul qilish jihatda xususiy ulgi bo'lgan. Musa alayhissalomning hayoti zolim Fir'avn va yordamchilariga qarshi kurash qilish bilan o'tgan bo'lib, keyin yo'lga qo'ygan qonun bilan mu'minlar uchun ijtimoiy bir nizom maydonga keltirgan. İsa alayhissalomning tablig'i insonlarga qarata shafqat va marhamat bilan to'lgan nozuk qalbdir. Uning sifatlari orasida insonlarga qarata apuchanligi va yumshoq ko'ngilligiga o'xshash alohidligi diqqat tortadi. Sulaymon alayhissalom tillarga daston bo'lgan ko'z qamashtirg'uchi saltanatga ega bo'lsa-mu, kamtardiki va shukron tuyg'usi bilan Allohga ibodat qilishda ustun darajaga yetgan. Ayub alayhissalom balo-qazoga sabr qilish va har qanday ahvolda Allohga hamd va sano aytish bilan mashhur. Yunus alayhissalomning hayoti Allohga tayinish va xatolikdan pushaymon qilib tavbaga eslashning komil misolidir. Yusuf alayhissalom asorat ostida turibmi Allohga bo'lgan sadoqati ojizlamay kuchlik da'vat qilgan. U mol-mulk va go'zal bir ayolning menga yaqinlash degan nafsini jalb qilg'uchi taklifiga qarshi iffat obidasi bo'lgan. Uning taqvo bilan zinnatlangan ko'ngli uning kamolatini o'ttirib qo'ydi. Davud alayhissalomning hayoti ilohiy qudrat oldida ibrat sahifalari bilan to'lgan. Uning Alloh qo'rqusida ko'z yosh to'kib, hamd va sano aytishi, zikr holatida Allohga yo'nalishi nihoyatda ta'sirlikdir. Yaqub alayhissalomning hayoti insonning ko'zida dunyo qorong'ulashgan bo'lsa-mu, umidsizlanmay, sabr bilan Allohga yo'nalish va uning rahmatidan umid uzmaslikda o'rnakdir. Payg'ambar alayhissalomning hayoti bo'lsa, hammasini o'z ichiga olgan, ustun va mukammallikda eng yuqori nuqtaga chiqdi. Tasvirlab tugatgili bo'lmaydi. Qur'on qissalarining alohidligi. Qur'on Karim voqealarning o'ziga ko'ngil bilib, zamon, makon omillari va ismlarga umumiy jihatdan ahamiyat bermaydi. Undaq bo'lmaganda voqealarning ibrat g'oyasiga xizmat qilmaydigan tafsilotlarga kirish, masalani talash tortishga ilib kelib, qissadan chiqadigan asosiy maqsaddan chatnab, tushunishni qiyinlashtiradi. Qur'on qissalarida ko'zga chiliqadigan boshqa bir alohidlik mundoq. Qur'on qissasini qaysi sabab bilan naql qilgan bo'lsa, faqat u maqsadni o'z ichiga olgan qismnila tilga oladi. U qissaning diniy g'oyasini ifodalashga ahamiyat berganligi uchun voqealarning tarixiy yilnomasini nazarda tutmay, beshi, o'ttirisi yoki oxirida bayon qiladi. Tanishuvchini qissadagi voqealarga kirib ketishning oldini olib, ko'nglini yoshartiradigan diniy hayajon beradi.
Qur'on qissalari umuman insonlarni panohlanadigan bir yerga ilib berish bilan boshlanadi. U yerdagi voqealar ma'nisiz so'zlar bilan ifodalanmay, jonliq harakat bilan tasvirlanadi. Ifodalarda inson haqiqatini tamsil qilgan ahamiyatli sahnalar o'ttirib qo'yiladi. Voqealar o'z ichiga olgan tafsilotlar xiyol kuchiga qo'yib beriladi. Bu haqiqatlar Qur'on Karimda takror bayon qilinadi. Takrorlarning hikmati. Qur'onning eng muhim alohidligi takrordir. Takror Qur'on Karimda boshqa temalarga qaraganda qissalarda o'zini ko'rsatadi. Har surada bir qissa zikr qilish bilan birga bir qissa ayni surada takrorlanmaydi. Bu aslida butunlay bir takror shakli emas. Suraning umumiy iqishi ichida siyoq va sipoq munosabati bilan har qatimda o'xshamagan tafsilotlar o'z ichiga olgan uslub obidasidir. O'xshash bo'lmagan tafsilotlar har xil ibratlarga sabab bo'lib, ko'ngildan g'ayb olamga qarata minglagan eshik ochadi. Masalan, Odam alayhisalomga iblisning sajda qilmasligi takrorlangan holda 7 qitim bayon qilinib, har birida iblisning hiyla-mikridan birga diqqat tortadi. Bu takrorning hikmatini bayon qilishda Qur'on mundoq deydi: ularning taqvodor bo'lishi uchun yoki ularni vaz-nasiyatga ega qilish uchun sana arabcha Qur'onni nozil qildik va uningda turli ogohlantirishlarni bayon qildik. Vaz-nasiyat qilgin. Vaz-nasiyat mu'minlarga foydali. Takrorlar maqsadning o'xshamagan usul bilan tabliq qilinishidir. Buning uchun masalalar ahamiyatsiz yerlarda takrorlanmaydi. Masalan, Musa alayhisalomning tug'ilishi, yoshligi va nikohlanishi takrorlanmaydi. Faqat Fir'avn bilan uchrashishi, sehrgarlar bilan musobaqaga tushishi va ozg'un Bani Isroil qavmining ahvoliga o'xshash risolatning maqsadi jihatdan intayin muhim bo'lgan alohidliklar 4 yerda takrorlanadi. Yana bir tarafdan bir shaxs bilan munosabatlik ma'lumotlarning o'xshamagan yerda zikr qilingan qismlarini bir yerga keltirganda mukammal bir butunlik ko'riladi. Buning bilan butun qissalar orasida ixtilof va zidlik bo'lmay, bir temadek bir butunlik maydonga keladi. Qissalardagi takrorlarning ko'pinchisi ma'nidagi takrorlardir. Buning eng muhim maqsadi ilohiy g'oyaning ruhoniy ko'ngillarga uyg'un shaklda zikr qilinishidir. Chunki inson o'ziga taqdim qilingan bir masala har xil shakl, uslub va ifodalar bilan takrorlanganda texmo yaxshi hazm qilinadi. Bu xil takrorlanish inson psixologiyasiga loyiq ilohiy ta'lim-tarbiya usuli bo'lib, Kitobullohdimi o'rin olganligini ko'rsatadi. Qur'ondagi takrorlar o'xshash ma'nini, o'xshamagan ifoda va turli uslublar bilan o'ttirg'a qo'yib, uni Allohning nozil qilganligi va insonlarning uning o'qishini maydonga keltira olmaydiganligini isbotlaydigan ilohiy mo'jizlardan biridir. Ma'nining takrorlanishi ba'zida tafsilot, ba'zida xulosa. Uning bilan Qur'on Karim o'xshamagan saviya va ideyadagilarga xitob qiladi. Chunki ba'zi insonlarga xulosa kifoya qilsa, ba'zilarga tafsilot kerak. Chunki Qur'on Karim johildan olimga qadar insoniyatning butkul tabiqasiga xitob qiladi. Bu shaklda har saviya, har tabiqa, har sinf qobiliyatiga qarab uningdan foydalanadi. Qur'on Karimdagi kalima jumlalarning takrorlanishi ta'kidlash g'oyasi bilan birlikda hayronlik, qo'rqitish, ogohlantirish va tasviriy jonlantirishga o'xshash balog'at jihatdagi inchikliklardan birini ta'minlash uchundir. Masalan, Qori'a surasida Al-Qori'a labzining 3 qitim takrorlanishi qiyomatning dahshatlik manzarasini insonlarga cho'nqur hissettirish hikmatiga ega. Boshqa bir yerda Rahmon surasida inson va jinlar uchun yaratilgan ne'matlarning sanalgan jumlalarining orasidan kelib 30 qitim takrorlangan. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Rahmon degan isboti insonlarga g'aflat pardasini ochtirib, ilohiy ne'matlarni e'tirof qildirib,
shukr tuyg'usini xotirlatadi. Lekin Rahmon surasidagi 31 qitim kelgan bu takrorlanishning insonni zeriktirmay, lazzat bergan holatda o'qilishi arab adabiyotining tangdossiz alohidligidir. Yana Mursalat surasida 10 qitim takrorlangan. Bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy. Mursalat oyatimi bir qanchilgan ilohiy haqiqatning ustida turadigan oyatlardan keyin kelib, bularga ishonmaganlarning qattiq azobga duchor bo'ladiganligini xabar qiladi. Bu sababdan mufassirlar bu oyatda bayon qilingan ma'noni ko'zda tutib, hukm kunini, Allohning oyatlarini, cheksiz qudratini, tugumas ilohiy ne'matlarini, azob yeri bo'lgan jahannam va mukofot yeri bo'lgan jannatni inkor qilganlarning holiga voy deb izhor qiladi. Qur'on Karim haqiqatga da'vat qiladigan hidoyat rahbari, bir duo va bir zikr kitobidir. Duo, zikrning haqiqati, ta'siri takror bilan o'ttirg'i chiqadi. Namozning har rakatida Fatiha surasining takror tilovat qilinishi, tasbihlarning 33, 99, 111 qatorliq o'xshamagan sonlar bilan aytilishi, ruku va sajdadagi tasbihlar ko'ngilga mustahkam naqshlanadi. Bu xil ibodatlar bandaning Rabbi bilan rabitosini, ya'ni qalbdan bog'lanishni kuchlantirganidek, durutlarmo payg'ambar alayhissalom bilan bo'lgan rabita, ya'ni munosabat bog'lanishini chingitadi. Zikr qanchalik ko'p takrorlansa, vaqtning o'tishi bilan qalb u zikrning haqiqatiga yo'linishni kapolatga ega qiladi. Bir kuni Junaydi Bag'dodga birisi kelib, "Ustozim, la ilaha illalloh ning ma'nosi nima?" deb so'ragan. U zot shu javobni bergan: "Avlodim, bu so'zni ko'p takrorlaganki, ma'nosiga yetsan. Tilga muvofiq keladigan Qur'on tilovati va takrorlangan Qur'on suralarining mo qalbga ta'sir bor." Hashr surasining oxirgi 3 oyatining fazilati haqida payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Kimki atdiganda 3 qatim Hashr surasining oxiridagi 3 oyatni o'qisa, Alloh taolo uningga oqshomga qadar mag'firat tilaydigan 70 ming farishta avatadi. U kishi u kun o'lsa, shahid holatda o'ladi. Oqshom o'qisimi yana shundoq bo'ladi." Voqea surasini o'qigan kishining qiyinchilikdan qutulishi, ba'zi oyatlarning tilovat qilinishi bilan kasallarning shifo tepishi va bularga o'xshash ko'plagan tajallilar Qur'onda mavjuddir. Shuning uchun Qur'on kalima ma'no jihatdan ilohiy bo'lganligidan o'qilgan oyatning takrori yoki ichidagilarning ayni yoki xilma-xil kalimalar bilan takrorlanishida ma'naviy huzurning hosil bo'lishi va buning insonning ma'naviyati, hatto moddiy tarafini o'z ichiga olgan ilohiy iroda atrofida ta'sir ko'rsatadi. Lekin bu tajallilarga erishish uchun o'qigan kishining qalbi Qur'onga loyiq bo'lishi kerak. Ali raziyallohu anhu bilan bir badaviy orasida maydonga kelgan shu vaqa qalbning qandoq bo'lishi lozimligini aks ettirdi. Bir kuni yo'qsul bir badaviy Hazrati Alidan sadiq so'radi. Ali raziyallohu anhu yinida sadiq qilg'udak bir narsa topolmaganligidan yerdan bir qism qum elib, bir narsa o'qidi. Uningdan keyin ularni badaviyning changiliga oltin holatida to'kdi. Buningdan badaviy intayin hayron bo'lib, buning qandoq bo'lganligini, changilidagi qumga nima o'qiganligini so'radi. Ali raziyallohu anhu eg'ir bisiqlik bilan o'qigan oyatining Fatiha surasi ekanligini aytdi. Buningdan xursand bo'lgan badaviy yerdan bir qism qum elib, Fatihani o'qib qumga pudidi. Lekin qumda o'zgarish bo'lmadi. Shuning bilan badaviy Hazrati Alidan buning hikmatini so'radi. Hazrati Ali buning hikmatini qalb farqidir deb javob berdi. Qur'on Karimni g'aflat yoki imkoni bo'lmaganligi uchun o'qiy olmaganlar qisqa bir surani o'ng'aylik bilan o'qiy oladi. Alloh taolo kalamning yo'l yo'riqlarini ba'zida qisman, ba'zida umuman ilohiy fasohat bilan maxfiy holatda qisqa suralarga to'plagan va har birini kichik Qur'on hukmida qilgan. Bu haqda Imom Shafi'i mundoq deydi:
Qur'on Karimning o'rniga faqat Asr surasi nozil bo'lgan bo'lsa, bu kifoya qiladi. Buningda islomning butkul asoslarini tepish mumkin.